birinchi farzandingiz qiz tug'ilishi ayolingizning barakali ekanligidan dalolatdir deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qiz bola tug'ilganda 3 ta bo'lsa, 2 ta bo'lsa, bitta bo'lsa ham dedilar hadislarda, ota-onasiga do'zaxdan parda bo'ladi. Qiz bola ekan otasining himoyasida bo'ladi, otasining ta'minotida bo'ladi. Turmushga chiqar ekan erining himoyasiga o'tadi, erining ta'minotiga o'tadi. Ona bo'lar ekan shunday bir sharaf topadiki, hech qachon u sharafdan keyin tushib qolmaydi. Uning oyoqlarining ostiga jannatlar to'shaladi. Va vafot qilar ekan ayol kishi, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hech kimga berilmagan imkoniyatlarni ularga xabarini berganlar. Erini rozi qilgan, namozini o'qigan, ro'zasini tutgan, haromdan o'zini saqlagan ayol dedilar, jannatning xohlagan eshigidan kirish ixtiyoriga ega bo'ladi deganlar. Bu ixtiyor ikki toifada bo'ladi faqat. Payg'ambarlarda bo'ladi va shunaqa sifatdagi ayollar